Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Sizlarga 3-qavatda terasada joylashgan ko'xnamizni ko'rsatib o'taman. Ochiq havoda ajoyib bo'lar ekan. Bu yerda favoralari ham bor ekan. Qaranglar. Bu xonadonimizni 1-etajdan 3-etajgacha bo'lgan mebellarini lasxonga yasashyapti. 30-40. Hali to'liq bitgan yo'q. Bu ko'xnamizdan pastda ham ko'xnalar bor. Aytgan toshlarimizdan quyapmiz. Xo'p, bu yerga 3-qavatga malochnik roshkali toshimizdan komplekt qilib uyg'unlatib berdi. Qaranglar, qanday go'zal holatda bir xil rangi, fartugi, installashniyasi, moykasi o'zidan quyma bir xil. Baholasi juda go'zal bo'lib chiqdi. Seriozniy, skromniy bo'lib ko'rinyapti. Bu yerda gazga teshik ochildi. Bu toshimizni razmerlari 2 metrga eni 62 sm, ahamiyat berasizlar. Xo'p, buni uzunligi fartugini 2 metrga 60 sm, qalinligi 2,5 sm. Baholasi to'liq bitgan yo'q. Hali to'liq bitsa, pastdagi ko'xnalar bilan bir syomka qilamiz. Kuzatishda davom etib turasizlar.